Assalomu alaykum, hurmatli siyosiy ma'rifat soati ishtirokchilari. Bugungi o'quv soatida yurtimizda hamda xorijda ro'y berayotgan ahamiyatga molik voqealar tafsiloti hamda ma'naviy ma'rifiy video lavhalar namoyishi e'tiboringizga havola etiladi. Samarqandda Markaziy Osiyo va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi munosabatlar tarixida yangi sahifa ochildi. Hamda iqlim sohasidagi zamonaviy tahdidlarga birgalikda qarshi turishga tayyorlik tasdiqlandi. На протяжении многих столетий этот прославленный город, расположенный на перекрестке главных дорог Великого Шелкового пути, был важным центром диалога цивилизаций, дипломатического, торгового и культурного обмена между Востоком и Западом. С удовлетворением хочу подчеркнуть, что наши отношения, имеющие глубокие корни, динамично развиваются и укрепляются в современных условиях. Открытость Центральной Азии и ее готовность к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми партнерами стали важнейшим условием обеспечения безопасности и процветания региона. Сердечно приветствую всех вас на нашей конференции, посвященной главному вызову современности – глобальным изменениям климата. Убежден, что здесь, в древнем Самарканде, который испокон веков был одним из центров генерации новых идей и знаний, доверия и созидательного партнерства, мы сможем вместе выработать действенные ответы на современные климатические вызовы. Пожалуйста, в Узбекистан. Samarqandga xush kelibsiz. 5 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ozarbayjon Respublikasi Prezidenti Ilhom Aliyev bilan telefon orqali muloqot qildi. Davlat rahbarlari ikki va ko'p tomonlama kun tartibidagi dolzarb masalalarni muhokama qildilar. Savdo, iqtisodiy, investitsiyaviy va gumanitar sohalardagi kooperatsiya loyihalari va dasturlarini amalga oshirishni jadallashtirishga alohida e'tibor qaratildi. 7 aprel kuni davlatimiz rahbari Parlamentlararo ittifoqining 150-yubiley assambleyasida ishtirok etdi va nutq so'zladi. Parlamentlararo ittifoqining 150-yubiley assambleyasi O'zbekistonda o'tkazilayotgani, yurtimizda olib borilayotgan keng ko'lamli demokratik islohotlar, parlamentarizm va vakillik hokimiyatini rivojlantirish borasida erishilayotgan katta natijalarning e'tirofidir. Unda 140 davlatdan 2000 ga yaqin delegat qatnashdi. 9 aprel kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev shaharsozlik renovatsiyasining huquqiy asoslarini belgilash bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Davlatimiz rahbari bunday loyihalarni avvalo u yerda yashovchilarning manfaatlarini hisobga olgan holda tizimli va adolatli amalga oshirish zarurligini ta'kidladi. Shu maqsadda mutasaddilar, tuman hokimlari va ularning tegishli o'rinbosarlari renovatsiya tartib-qoidalari va ishni to'g'ri tashkil qilish choralari bo'yicha qo'shimcha o'qitilishi aytildi. Shu kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida hududlarni turizm salohiyatini oshirish, xorijiy investitsiya loyihalarini jadallashtirish masalalari muhokamasi bo'yicha videoselektor yig'ilishi o'tkazildi.
Boy tarixiy madaniy merosimiz, go'zal va betakror tabiatimiz sayyohlarni 2-3 karra oshirishga yetadi, deya ta'kidladi davlatimiz rahbari. O'zbekistonda Koreya Respublikasi bilan hamkorlikda yosh liderlar qo'shma ta'lim dasturi ish boshladi. Dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi, Koreya xalqaro hamkorlik agentligi va Koreya Respublikasi Inson resurslarini rivojlantirish milliy instituti hamkorligi doirasida Davlat boshqaruvi akademiyasida amalga oshirilmoqda. Yosh liderlar qo'shma ta'lim dasturi eng avvalo zamonaviy sharoitlarda boshqaruv kadrlarining kasbiy bilim va ko'nikmalariga qo'yilayotgan talablarni hisobga olgan holda yosh rahbar kadrlarning boshqaruv salohiyatini oshirish, professional kompetensiyalarni rivojlantirishni maqsad qilib olgan. Berlin shahrida birinchi vatandoshlar mintaqaviy forumi o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli qarori va belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Toshkent shahar hokimligi, Toshkent shahar kambag'allikni qisqartirish va bandlik bosh boshqarmasi, Yoshlar ishlari agentligi hamda bosh mutasaddi tashkilotlar hamkorligida oliy ta'lim muassasalari talabalari va bitiruvchilari uchun bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi tashkil etiladi. Yarmarka joriy yilning 17-aprel kuni O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetida tashkil etilishi rejalashtirilmoqda. Xalq nazorati portalining 4-aprel holatiga ko'ra yil boshidan beri 14422 ta, o'tgan hafta davomida esa 997 ta murojaat kelib tushgan. Murojaatlarning asosiy qismi uy-joy kommunal xizmatlariga taalluqli bo'lib qolmoqda. Professiya grafik tahlil davlat idoralari samaradorligini oshirishning muhim usulidir. 10-aprel kuni Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi JAEZning samarali davlat boshqaruv loyihasi doirasida Latviya moliya va shartnomalar agentligi hamkorligida davlat fuqarolik xizmatidagi ish o'rinlarini tasniflash va baholash tizimini takomillashtirish mavzusida xorijiy ekspertlar, vazirlik va idoralarning HR bo'linmalari mas'ullari ishtirokida seminar tashkil etildi. AQSh prezidenti Donald Tramp Xitoyga nisbatan savdo tariflarini zudlik bilan 125% ga oshirishni e'lon qildi. Boshqa barcha mamlakatlar uchun bojlarni joriy etish 90 kunga to'xtatildi. Ushbu muddat tugagunga qadar boj stavkasi har bir mamlakat uchun 10% ni tashkil etadi. Tramp tariflarning ilk kunida investorlar dollar va AQSh obligatsiyalaridan voz kechdi. Xitoy tariflarini 84% ga oshirdi. Donald Trampning yangi tariflari 9-aprel kuni kuchga kirdi. Mutaxassislar odatda bu xalqaro savdo uchun yomon yangilik ekanligiga qo'shiladi va savdo urushining to'liq ta'siri darhol sezilmasligi haqida ogohlantiradi. Apple endi dunyodagi eng qimmat kompaniya emas. Oxirgi savdo natijalaridan keyin Microsoft bu maqomni Apple'dan tortib oldi. Apple'ning bozor qiymati bir kunda 2,73 trillion dollardan 2,59 trillion dollarga tushdi. Microsoftniki esa 2,166 trillion dollardan atigi 2,164 trillion dollarga tushdi. Tramp kiritgan tariflar Apple'ga qattiq ta'sir qildi. Oy boshidan beri kompaniya aksiyalari 22% ga, kompaniya kapitallashuvi esa deyarli 750 million dollarga kamaydi. Turkmaniston maktablarida o'tish imtihonlari bekor qilindi. Bu yildan Turkmaniston maktab o'quvchilaridan o'tish imtihonlari deb atalmish imtihonlar endi olinmaydi. Bunday qaror 12 yillik o'rta ta'lim konsepsiyasi asosida qabul qilingan. Imtihonlarning bekor qilinishi o'qituvchilar, ota-onalar va talabalarning o'zlari tomonidan mamnuniyat bilan qabul qilingan. ChatGPT O'zbekistonda soliq to'lovchi sifatida ro'yxatdan o'tdi. ChatGPT chatboti va DALL-E raqamli tasvirlarni yaratish modeli ishlab chiquvchisi bo'lgan OpenAI sun'iy intellekt kompaniyasi O'zbekistonda qo'shimcha qiymat solig'i to'lovchi sifatida ro'yxatdan o'tdi. Kawasaki Carleo robotini taqdim qildi. E'tiborlisi, uni minib yurish mumkin. Ma'lum qilinishicha, kiberot vodorod dvigateli asosida ishlaydi. Shuningdek, chavandozning holatini tahlil qiluvchi sun'iy intellekt bilan jihozlangan. Yurak xurujini oldindan aniqlash mumkinligi isbotlandi. Sun'iy intellekt yordamida yurak to'xtab qolishi xavfini 14 kun oldindan aniqlash imkoni yaratildi. Bu haqda xalqaro tibbiyot tadqiqotlari asosida xabar berildi. Ma'lumotlarga ko'ra, neyron tarmoqlar 100 minglab elektrokardiogramma (EKG) ma'lumotlari asosida o'qitilgan bo'lib, yurakdagi eng kichik aritmiya belgilarigacha aniqlay oladi. Ushbu tizim 70% holatda xavfni o'z vaqtida aniqlash va davolashni boshlash imkonini beradi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, kelajakda bu texnologiya aqlli soatlar va shu kabi qurilmalariga joriy etilishi rejalashtirilgan. Bu yurak faoliyatini doimiy monitoring qilish, infarkt kabi xatarli holatlardan oldindan ogohlantirish imkonini beradi. Ma'lumot bilim emas, ammo so'nggi yangiliklardan boxabar bo'lsang, olam seniki. Assalomu alaykum. Tugayotgan hafta ichidagi markaz hayotiga oid qaynoqqina xabarlar bilan studiyada kaminangiz.
biror ishni qilishga qasd qilgan bo'lsam, butun zehnim, vujudim bilan bog'lanib, bitirmagunimcha undan qo'limni tortmadim. G'oyalarni loyihaga aylantirib hayotga tatbiq etishga yaxshi motivatsiya. Bobomiz Amir Temurning bunday ibratli so'zlari bisyor. Bu yil buyuk imperiyaga asos solgan 7 iqlimga ma'lum va mashhur Temur bobomizning 689 yilligi nishonlanyapti. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi jamoasi Amir Temur xiyobonida buyuk sarkarda haykali poyiga gul qo'yishdi. Bobomiz munosib yod etildi. Markazimiz tomonidan yana bir yangi loyiha. Tarixchi olimlar, ekspertlar, mutaxassislar bilan hamkorlikda yo'lga qo'yilgan loyihaning dastlabki bosqichida taniqli temurshunos olim, Xalqaro Amir Temur jamoat fondi raisi Muhammad Ali ilmiy o'rganishlari tajribasi asosida sun'iy intellekt yordamida Amir Temur qiyofasi, uning ibratli hayot yo'li, sarkardalik faoliyati bo'yicha media mahsulotlar tayyorlandi. Bobomiz bilan bog'liq aniq tarixiy faktlar so'zga kirdi, jonlantirildi. Loyiha doirasida buyuk sarkardaning yoshligi haqida animatsion filmlar ham yaratiladi. Yil davomida dunyo sivilizatsiyasiga munosib ulush qo'shgan allomalarimiz qiyofalari ham ana shu tarzda gavdalantirilib boriladi. Mudofaa vazirligi Ma'naviyat va ma'rifat markazida Amir Temur tavalludi munosabati bilan xalqaro ilmiy amaliy anjuman bo'lib o'tdi. Unda professor, o'qituvchilar, harbiylar va jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Amir Temurga oid ilmiy manbalar, tadqiqotlar natijalari bilan tanishtirildi. Buyuk bobo kalonimizning tarixda qoldirgan ulkan ishlari, saboqlarini zamonaviylashtirilib, yangicha talqinda taqdim etish borasidagi ishlarga to'xtalindi. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazida markazimiz ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati a'zolari, olimlar hamda mutaxassislar ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda xorijiy kompaniyalar hamkorligida Yangi O'zbekiston, yangi Renessans bo'limlarini yaratish masalalari ishtirokchilar diqqat markazida bo'ldi. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida bir guruh ijodkorlar bilan uchrashdi. Bugun shu yurt el taqdiriga, vatan ravnaqiga daxldorlik hissi bilan yo'g'rilgan, vatanparvarlik g'oyalarini targ'ib etuvchi ijod mahsullariga ehtiyoj katta ekani ta'kidlandi. Uchrashuv ishtirokchilari ijodiy hamkorlikka chorlandi. Bugungi islohotlar, yuqori tempda ketayotgan ijobiy o'zgarish va bunyodkorliklar she'rlarda o'z ifodasini topishi zarurligi aytildi. Zero eng go'zal qo'shiq bu vatan haqidagisidir. Amir Temur haqida nimalarni bilasiz? Ijodiy guruhimiz tomonidan ayni mavzuda yurtdoshlarimiz o'rtasida o'ziga xos so'rovnoma o'tkazildi. Shuningdek, Yakkasaroy tumani madaniyat markazi bilan hamkorlikda o'ziga xos flash mob bo'lib o'tdi. Milliy qo'shiqlar targ'ibotiga qaratilgan flash mob yurtdoshlarimizning olqishlariga sazovor bo'ldi. Chunki ishtirokchilar yurtdoshlarimizga ko'tarinki kayfiyat baxshida etdilar. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati tomonidan Toshkent viloyatida ma'rifat bog'i tashkil etildi. Yashil makon milliy loyihasi doirasida 105 tup manzarali va mevali daraxt ko'chatlari ekildi. Bir so'z bilan yaxshidan bog' qolar degan xalq maqoli amalda ham o'z ifodasini topdi. Bizda hozircha ana shunday yangiliklar. Diydorlashguncha xayr, omon bo'ling. Tilda, fikrda, ishda birlik shiori ostida chiqayotgan Jadid gazetasining navbatdagi sonida e'lon qilingan maqolalarning ba'zilarini mazmun jihatdan sharhlab o'tsak. Behbudiy va jo'g'rofiya. Millat fidoyilari ruknida berilgan ushbu maqolada yoshligidan arab tili grammatikasi, matematika, huquqshunoslik asoslari, geografiya, mantiq, filologiya kabi fanlarni chuqur o'rgangan allomaning ilm fan va ta'lim rivojlangan mamlakatlarga sayohati, ulardagi ijtimoiy hayot bilan tanishgani va bu orqali turli hududlarni qiyoslash, mavjud tafovutlarni tahlil qilish imkoniga ega bo'lgani haqida hikoya qilinadi. Mahmud Xo'ja u yurtlardagi o'qishning yangi uslublari, madrasa va pedagogik tizimlarni isloh qilish bo'yicha olib borilayotgan ishlar bilan tanishish barobarida turli manzillardan sotib olgan gazeta, kitob, jurnal, darslik va o'quv dasturlarini Turkistonda ma'rifatni rivojlantirish yo'lida keng foydalangani aytiladi. 8 oylik sayohati davomida ma'rifatparvar sayyoh ulkan hajmdagi ilmiy ishlarni, jumladan o'zi tashrif buyurgan shahar va mamlakatlar aholisining ijtimoiy-siyosiy ahvoli bo'yicha kuzatishlarni amalga oshirdi. Esdalik turkistonliklarga xorijiy mamlakatlar hayotining barcha qirralari bilan yaqindan tanishish imkonini berdi. Bu haqda nemis olimi Baldauf shunday yozgan edi. Behbudiyning Oyna jurnali O'rta Osiyoliklarni Parijdan Yaponiyaga qadar bo'lgan mamlakatlar bilan tanishtirgan bo'lsa, sayohat xotiralari Turkiston ahli uchun asosan musulmonlar yashaydigan sharqni kashf qildi. Nashrning shu sonida Sherkon Qodiriyning o'tgan kunlar bilan bog'liq ba'zi xotiralari berilgan. Maqolada keltirilishicha, asarning ayrim boblari 1923-1924 yillarda Inqilob jurnalida bosilib turgan. Masalan, Otabek Yusufbek hoji o'g'li, Xon qiziga loyiq bir yigit, Bek oshiq, Marg'ilon havosi yoqmadi, Majburiyat, Chaqimchilik kabi boblar. 1925-yilga kelib esa asarning birinchi bo'limi alohida kitob bo'lib nashr etilgan ekan. Muallif ko'plab shaxslarning ham fikrlari, xotiralarini keltirib o'tadi.
Hanuz yodimda. Bir kuni o'rtoqlarimning maslahatlariga ko'ra hammamiz Faytun bilan o'tgan kunlarni sotib olish uchun shaharga tushdik. Yaxshiyam Labhaus yaqinidagi kitob do'konida o'tgan kunlar bor ekan. Ular o'rtoqlariga ham sovg'a qilish niyatida har birlari 2-3 tadan kitobdan sotib olishdi. Shunday qilib, bir necha xonadonning kitob javonidan o'tgan kunlar joy oldi. Hozir ham ushbu kitob ularning uylarida eng aziz va eng qimmatli xazina bo'lib saqlanayotganiga iymonim komil. Gazetada shuningdek sun'iy intellekt va tarix, yangicha ruh talqini, innovatsion yondashuv zarurati, haqiqiy qahramon ko'zdan sal chetroq nomli maqolalar, adabiyotlardan jamiyatni adabiyotgina qutqaradi mavzusida suhbat e'lon qilindi. Ularni nashrning ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy kanallardan onlayn o'qishingiz yoki yuklab olishingiz mumkin. Birinchi o'zbek romani bu o'tgan kunlar 1923-yilda yozilgan bo'lsa, 25-26 yillarda alohida kitob shaklida nashr qilingan bo'lsa, bir asr davomida o'qilmoqda. Muhtaram tomoshabin, o'tgan kunlar kitobini o'qimagan birorta o'zbek xonadonini men tasavvur qila olmayman. Chunki o'tgan kunlarning kino talqini bilan o'tgan kunlarning kitob shaklidagi matni orasida ancha juda katta farq bor. O'tgan kunlarni nima uchun o'qishimiz kerak? Birinchi navbatda Abdulla Qodiriy o'zi aytmoqchi, bu o'zbeklar tarixidan olib yozilgan roman. Bundan 100 yil, 200 yil muqaddam o'zbeklar tarixini bilish uchun, anglash uchun, urf-odatlari qanday ekanligini bilish uchun buni o'qish kerak. Qolaversa, yosh yigit-qizlar, 16, 17, 20 yoshdagi yigit-qizlar o'tgan kunlarni ishq romani, muhabbat romani, ishq tarixi sifatida mutolaa qilishadi. Uni qahramonlarini muhtaram azizlar mendan ko'ra yaxshiroq bilasiz. Otabek, Kumush, Zaynab va bular o'rtasidagi sarguzashtlar, bularning boshidan kechirgan ishq tarixlari va ayni damda bu yerda hayot qaynab yotibdi. Bizning tasavvurimizga o'sha tarix paydo bo'ladi, bizning urf-odatlarimiz paydo bo'ladi. Abdulla Qodiriy o'zi bu asarni 5 marta o'qish kerak deydi. O'tgan kunlarni bir marta o'qigan o'quvchi uni qayta o'qishga, uni qayta mutolaga o'zida albatta ehtiyoj sezadi. Ammo kitobning avvalidayoq o'sha Otabekning karvonsaroyda tunayotgani, uxlayotgan mahali uni eshigini oldiga kelib Hasan Alining poylashi, Otabekning qaro ko'zlari, kamon qoshlari degan bir alaqsirash tush jarayonida mana shu so'zlarni aytganidan keyin Hasan Ali xulosaga keladiki, bek oshiq deydi. Kumushning o'limi sahifalarini yozayotgan paytda muallifning o'zi ho'ng yig'lagan, yig'lab yozilgan asarlar yig'lab o'qiladi. Yigit boshi bilan mana shu o'tgan kunlarda o'qib oxirida Kumushning o'limi sahnasida yig'laganlar juda ham ko'p va ayni damda Zaynabning taqdiriga Abdulla Qodiriy o'zining go'zal qalami bilan chiroyli bir yechim beradi. Zaynab jinniga aylanadi. Zaynab devona bo'lib qoladi. Devona uchun esa hech qanday bironta dunyodagi na sudning, na qozining hukmi o'tadi. Mana shunday o'rinlar, mana shunday epizodlar odamning hayoliga muhrlanib qoladi. Muhtaram kitobxon, o'tgan kunlarda zavqlanib o'qing, majburiyat ostida emas, o'z ixtiyoringiz bilan o'qing va albatta siz Abdulla Qodiriyning iste'dodini, o'zbek tilining go'zalligini, o'zbek tilining tasvir imkoniyatlarini juda ham teran tasavvur qilasiz. Assalomu alaykum. Mahallalar hayotiga oid yangiliklar bilan tanishtiramiz. O'zbekiston va Qirg'iziston so'nggi yillarda ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar formati kengaymoqda. Siyosiy, savdo-iqtisodiy, transport, logistika, madaniy-gumanitar sohalarda aloqalar kengayapti. Endilikda mamlakatlarimiz o'zini o'zi boshqarish yo'nalishida ham faol hamkorlik qiladi. Xususan shu kunlarda O'zbekiston mahallalari uyushmasi, Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi va boshqa tashkilotlar mutasaddilaridan iborat delegatsiya Qirg'izistonda bo'lib turibdi. O'zbekiston delegatsiyasining mazkur tashrifi iqtisodiy rivojlanish yo'lida samarali boshqaruv
dasturi doirasida Buyuk Britaniya hukumatining moliyaviy ko'magida amalga oshirilmoqda. O'zbekiston delegatsiyasi dastavval poytaxt Bishkek shahridagi Qirg'iziston mahalliy o'zini o'zi boshqarish ittifoqi vakillari bilan uchrashdi. Uchrashuvda O'zbekistonning noyob tuzilmasi bo'lgan Mahalla instituti, prezidentimiz tashabbusi bilan joriy etilgan mahalla yettiligi faoliyati xususida batafsil ma'lumot berildi. Mahalliy boshqaruvda qonunchilikni takomillashtirish har jihatdan muhim. Ikki davlatning huquqiy hujjatlarini ishlab chiqish, ularni o'zini o'zi boshqarish tizimini tatbiq etishning o'xshash va farqli jihatlari nimalardan iborat? Delegatsiya a'zolarining Qirg'iziston Yuqori kengashi deputatlari bilan muloqoti ana shunday savollar atrofida bo'ldi. O'zbekiston tomoniga Qirg'iziston parlamentining bugungi kundagi faoliyati, xususan o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatining huquqiy jihatlari xususida so'zlab berildi. O'zbekiston delegatsiyasi Qirg'iziston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat xizmati va mahalliy o'zini o'zi boshqarish agentligida bo'ldi. Uchrashuvda O'zbekiston mahallalari uyushmasi va Qirg'iziston mahalliy o'zini o'zi boshqarish ittifoqi o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. O'zbekiston delegatsiyasining Qirg'iz Respublikasiga tashrifi davom etmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining Yevropa va mustaqil davlatlar hamdo'stligi mintaqaviy direktori Ivana Divkovich O'zbekiston mahallalari uyushmasida bo'lib, uyushma raisi Qahramon Quronboyev bilan uchrashdi. Ta'kidlash lozimki, o'tgan yilning noyabr oyida BMT taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi vakolatxonasi bilan hamkorlik memorandumi imzolangan. Hamkorlik doirasida bugungi kunga qadar qator ijobiy ishlar amalga oshirilganligi uchrashuv davomida mehmonlar tomonidan alohida e'tirof etildi. Suhbat davomida mahalla yettiligi faoliyati, mahalla servis kompaniyalari hamda bugungi kunda aholi muammolarini mahallaning o'zida hal etish tizimi yaratilganligi to'g'risida batafsil ma'lumotlar berildi. Shu jumladan uyushma tomonidan qator takliflar ilgari surildi. Xususan, mahallalarda ta'lim markazlari tashkil etish, mahalla servis kompaniyalari faoliyatini yanada takomillashtirish hamda xorijiy mamlakatlar bilan tajriba almashishni yo'lga qo'yish, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish maqsadida mahallalarda salomatlik yo'lakchalarini tashkil etishga qaratilgan bir qator loyihalarni kelajakda birgalikda amalga oshirish masalalari muhokama etildi. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ular o'rtasida harbiy va ommaviy sport turlarini rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib etish maqsadida shijoat va g'ayrat harbiy sport musobaqalari tashkil etilmoqda. Musobaqalar mahalla, tuman, shahar, hudud respublika bosqichida 7 ta shart asosida o'tkaziladi. Turnikda tortilish, orqa bilan yotgan holatda tanani ko'tarish, ya'ni press, o'quv qo'l granatasini uzoqlikka uloqtirish, uzoq masofaga yugurish, qisqa masofaga yugurish, AK-74 noto'liq qismlarga ajratish va yig'ish, meganlar bellashuvi, ya'ni pnevmatik quroldan o'q uzish. Har bir bosqichda eng kuchli sportchi, eng chaqqon o'smir, eng chaqqon qiz bola, eng yaxshi qurolsiz va eng yaxshi mergan nominatsiyalarda faol ishtirokchilar rag'batlantiriladi. Yana bir ajoyib imkoniyat. Musobaqa davomida eng yuqori ko'rsatkichlarga erishgan jamoa a'zolariga oliy harbiy va harbiylashtirilgan oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun tavsiyanomalar beriladi. Shuningdek, respublika final bosqichi g'oliblari mahallalariga birinchi o'rin uchun universal sport maydonchasi, ikkinchi o'rin uchun street workout maydonchasi, uchinchi o'rin uchun workout maydonchasi qurib beriladi. Shijoat va g'ayrat harbiy sport musobaqalarida faol ishtirok eting va o'z imkoniyatlaringizni sinovdan o'tkazing. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz ana shulardan iborat edi. Yana qayta ko'rishamiz. Salomat bo'ling. Yiliga 6 milliondan ortiq tashrif buyuruvchi, 8 milliondan ortiq eksponatlar va 2 million yillik tarix. Bularning barchasi kirish mutlaqo tekin bo'lgan birgina tom ostida. Londonda joylashgan Britaniya muzeyi. Bu insoniyat tarixining eng boy va eng qadimiy izlarini saqlagan maskan. Britaniya muzeyi 1753-yilda tashkil etilib, 1759-yil rasman ochilgan va dunyodagi birinchi milliy ommaviy muzeyga aylantirilgan. Bugungi kunda muzeyda 8 milliondan ziyod artefakt mavjud. Ulardan faqat 80 mingga yaqini doimiy ekspozitsiyada namoyish etilgan. Eng mashhur eksponatlardan biri bu rozet bitik tosh hisoblanadi. Bu tosh miloddan avvalgi 196-yilga oid bo'lib, qadimgi Misr ierogliflarini o'qish uchun kalit bo'lgan. Shuningdek, Afina shahridagi qadimgi Parfenon ibodatxonasidan olib kelingan marmar haykallar, 3000 yildan ortiq davrni qamrab olgan mumiyolangan jasadlar va ularning dafn etish an'analari, miloddan avvalgi 7-asrga oid qadimgi Ninevadan topilgan devor relyeflari, Benin bronz
bronzalari, Rim mozaikalari, Osiyo va islom dunyosiga oid minglab yodgorliklar hamda 1,5 million yil ilgari yashab o'tgan inson suyaklari muzey ekspozitsiyalaridan o'rin olgan. Bino maydoni 92 ming kvadrat metrni tashkil qiladi. 2024-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, yillik tashrifchilar soni 6,7 millionga yetgan va muzeyda 1000 dan ortiq xodim xizmat qiladi. 4 ta ilmiy laboratoriya va 11 ta asosiy galereya mavjud. Bu yerda har kuni o'rtacha 18 ming kishi tashrif buyuradi. Eng asosiysi, muzeyga kirish mutlaqo bepul. Muzey 100 dan ortiq mamlakat bilan ilmiy va madaniy hamkorlikda ishlaydi. Yiliga 2000 dan ortiq tadqiqotlar, ko'rgazmalar va ta'limiy dasturlar o'tkaziladi. Muzey kolleksiyasining 4 milliondan ortig'i onlayn katalogga kiritilgan. Bu dunyodagi eng yirik raqamli madaniy arxivlardan biridir. Britaniya muzeyi bu oddiy eksponatlar ombori emas. Bu joy insoniyat tafakkuri, madaniyati va sivilizatsiyasining yirik sahifalarini saqlovchi muqaddas manbadir. Bu yerda qadimgi Misrdan tortib zamonaviy Osiyogacha bo'lgan tarix sizga ovozsiz hikoya qiladi. Hurmatli siyosiy ma'rifat soati ishtirokchilari, e'tiboringiz uchun rahmat. Kuningiz samarali o'tsin.